Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan 5-darsimizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan olmoshlar haqida gaplashib olamiz. Kishilik olmoshlari, egalik sifatlari olmoshlari bo'ladi, egalik olmoshlari haqida gaplashib olamiz. Kishilik olmoshlari kim degan so'roqqa javob bo'ladi, egalik sifatlari esa kimning degan so'roqqa javob bo'ladi, egalik olmoshlari esa kimniki degan so'roqqa javob beradi. Xo'p, boshlaymiz. Demak, biz kishilik olmoshni personal pronouns deymiz. Ya'ni bu boya aytganimizdek kim degan so'roqqa javob bo'ladi. Misol uchun I, men, ya'ni savol bersa kim, men kabi javob berib ketadi. Gapdagi asosiy vazifasi ega vazifasida keladi. E'tibor bersangiz agar, mana bu yoqdagi barcha men, sen, u, biz, siz, ular degan deb yozilgan barcha so'z bu yoqda ega vazifasini bajarib ketyapti. Agar siz shunga moslashtirib gap tuzmoqchi bo'lsangiz agar, misol uchun egaga birortasini olasiz. Xo'p, keling biz bo'lsin. We to be sini moslaymiz. To be mavzumizda o'tganimiz esingizda bo'lsa kerak. We so'zidan keyin ko'pincha are keladi. We are deymiz. Endi holat gapda birorta kasbimiz, yoshimiz yoki shunga o'xshash birorta holat ma'nosini bildiradigan so'zni qo'yib ishlatamiz. Misol uchun bizlar do'stlarimiz desangiz agar, nima deshingiz mumkin? We are friends. We are friends deb gapni tuzishingiz mumkin. Va mana bu yoqdagi siz ishlatgan so'z bu personal pronouns, ya'ni kishilik olmoshlari turkumiga kiradi va kim degan so'roqqa javob bo'lib, ega vazifasida gaplarda qo'llaniladi. O'ylaymanki bu tushunarli deb. Ana endi ikkinchi qismiga o'tamiz. Ya'ni bu possessive adjectives, ya'ni gapda kimning degan so'roqqa ko'pincha javob berib keladi. Bu egalik sifatlari. Nima uchun egalik sifatlari deyapti? Bu degani bu sifatlardan so'ng har doim ot keladi. Misol uchun my pen deb qarasak, mening ruchkam misol uchun. Mening degan so'zdan keyin ruchka, ya'ni bu ruchka nima? Ya'ni ot vazifasida keldi. Mening ruchkam deb bemalol gapni tuzib davom ettirsangiz bo'ladi. Hozir yana gap tuzishni o'rgatib ketaman. Bular otdan oldin keladi va kimning degan savolga javob beradi deb gaplashdik. Xuddi shu narsa keldi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz agar, my, mening, your, sening, his, our bor, ularning degan so'z qolib ketibdi. Ularning degani their. Shuni yonidan yozib qo'yaman. Their degan so'zning ma'nosi ularning degan ma'noni bildiradi. Xo'p, buni gaplardagi asosiy vazifasi hozir ko'ramiz. Misol uchun yana o'sha to be mavzuyimizga qaytamiz. Bu yoqda e'tibor bersangiz agar, yana ega plus to be plus holat gaplar, ya'ni shu yoqda gap tuzmoqchisiz. Ana endi e'tibor bering. Egaga birontasini olamiz. Misol uchun, ana endi men, sen, u, biz, siz, ular emas u. Bu yoqda mening, sening, uning, sizning nimadiringiz bo'lsa, o'sha yoqda ega vazifasida ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun, mening xonam deb aytsak, my room deymiz. Ana endi my room bu yoqda gapimizda egasi vazifasida keldi. Ya'ni mana bu yoqdagi ega vazifasini bajarib keldi. Ana endi bunga nisbatan to be ni olishimiz kerak. E'tibor bersangiz agar, my room dedi. Bu yoqda mening emas, mana bu meningdan keyin kelgan otga qaraymiz. Agar ot birlikda bo'lsa, is olasiz. Agar ot ko'plikda bo'lsa, misol uchun my rooms bo'lganda are ni olgan bo'lardingiz. Lekin bu yoqda bitta room bo'ldi. Shuning uchun my room is deb misol uchun xonam katta degan ma'noda ishlatdim. My room is big. Gapimizda mana bu my room gap mana bu yoqdagi formulamizda egasida turibdi. Xo'p, ana endi ko'plik shaklini ham ko'rib ketamiz. Kelajakda tez ishlasangiz, mashq bajarsangiz xato qilmasligingiz uchun. Misol uchun, mening xonalarim desak yoki mening do'stlarim desam, mening do'stlarim quvnoq deb aytsam agar, my friends deb oldim bu yoqda. Endi e'tibor bersangiz, mana bu so'zimiz mening do'stlarim degan ma'noda ketdi. Ana endi bu yoqda do'stlarim degan so'zda, do'stlar degan so'zda ko'plik belgisi bor. Shuning uchun men bu so'zdan keyin are ni olishim kerak. Ya'ni to be dan are ni olib, bu yoqda davom etib ketishim kerak. Quvnoq desam, funny deb aytishim mumkin. My friends are funny degan ma'noda aytib ketiladi. Keyin ko'pchilik xato qiladigan joy bor. E'tibor bersangiz agar, your degan so'z sizning degan so'zni ma'nosini beradi. Sizning yoki sening degan so'zni ma'nosini beradi. Biz odatda
you deb ishlatsak agar ortdan ar ishlatardik. Bu to'g'ri. Ammo your degan so'z kelsa, bundan keyin har doim ar keladi degani emas. Bu xatoga kiradi. Agar your room bo'lsa, bu yoqda e'tibor bering. Sizning xonangiz, bu yoqda sizning degan so'zga qaramaysiz, xonangiz degan so'zga qaraysizda, keyin gapni davom ettirishda to be olishingiz kerak yoki qanaqadir fe'l olishingiz kerak. O'sha yoqda har doim uchinchi shaxs birlikni to be'sini yoki fe'lini olib ketishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun your room is big kabi yozdingiz. Bemalol mana shunaqa qilib gapni aytib bersangiz bo'ladi. Qachon your roomdan keyin, ya'ni your so'zdan keyin ar kelishi mumkin. Misol uchun your parents. Sizning ota-onangiz dedim. Ana endi ota-ona ikki kishi, ya'ni ko'pchilikda turibdi. Bu yoqda s qo'shimchasi ham bor. Ana shunaqa vaziyatlarda ar olinadi. Ko'plik kelsa, ya'ni your so'zdan so'ng ko'plik kelsa ar olinadi. Demak, your parents are, misol uchun nima deymiz? Friendly deymiz. Mehribon, do'stona degan ma'noda ishlatdik. Sizning ota-onangiz do'stona deb ishlatsangiz agar, xuddi shu shaklda gaplarni tuzib olasiz. Agar inkor gap bo'lsa, agar to be'dan so'ng not qo'shasiz yoki savol bo'lsa agar, mana shu yoqdagi to be'larni egadan oldinga chiqarib qo'yasiz. Tamom. Bu mavzularni o'tgan bizda oldingi videolarda bor, ko'rib yana o'rgansangiz bo'ladi. To be mavzusini yaxshilab o'rganib, keyin bu mavzuni o'rgansangiz ancha tushunarliroq bo'ladi sizga. Xo'p. Ana endi bu yoqda qisqacha misollarimiz bor. Mening kitobim, uning sumkasi degan ma'nolarda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bu yoqda ning keladi dedik. Ya'ni kimning degan so'roqqa javob berish kerak bo'ladi. Gaplarda ishlatyapsiz. Bu yoqda misol uchun mening kitobim deb eshitdingizmi? Savol berasiz. Ana endi bu egalik olmoshimi yoki egalik sifatimi yoki qanaqadir kishilik olmoshimi, shu narsani bilib olish uchun e'tibor bersangiz, kimning degan so'roqqa javob bo'lsa, bu mana shunaqa possessive adjectives, ya'ni egalik sifatlari bo'lishi kerak bo'ladi. Va egalik sifatlaridan keyin esingizdan chiqmasin, har doim ot keladi. Egalik sifatlari degani mana shu narsalar, ya'ni mana shu yoqda o'tilgan barchasi, mana shu belgilangan barchasi egalik sifatlari deb aytiladi. Esdan chiqmasin, tarjimasini to'xtatib yodlab olsangiz bo'ladi. Ana endi bu yoqqa o'tib ketamiz. Possessive pronouns. Bu nima degani? Bu egalik olmoshlari deyiladi. Gapda faqat o'zi ishlatiladi, ya'ni gapni oxirida ko'pincha ishlatiladi, gapni yoki boshida ishlatiladi va bundan so'ng hech qanaqa ot yoki narsa kelmaydi. Misol uchun, mening ruchkam deb ishlatolmaysiz bunaqa ma'noda kelsa. E'tibor bersangiz agar, Xo'p, tarjimasiga qaradigan bo'lsak, mine degan so'z meniki, yours degan so'z seniki yoki sizniki degan ma'noni bildiradi. Misol uchun, meniki kitob deb aytish muammo. Mana bunaqa qilib yozish, mine book deb yozish biroz xato bo'ladi. Bu kitob meniki degan ma'noda, mine'ni o'zini ishlatsangiz, meniki ma'noda kelaveradi. Hozir buni yaxshilab ko'ramiz. Xo'p, yana bu o'sha to be mavzusiga bog'liq. Misol uchun, sizga tushunarliroq bo'lish uchun 0 dan boshlab gap tuzaman. This is my pen. Bu meni ruchkam dedim. Bu yoqda gapimizda egalik sifat qatnashdi. Sababi gapimizda ning bor. Gapda ning bor. Bu egalik olmoshi, ya'ni egalik sifati. Egalik sifati. Egalik sifati bo'ldi. Ana endi e'tibor bering. Ana endi bu ruchka meniki deyman. Ya'ni mana bu ikkita so'zni yashirib bitta so'zni ichiga ma'nosini qilib beraman. Misol uchun, this is mine. Bu meniki. Gapimizda niki bor. Tarjima qiladigan bo'lsak, bu meniki deb aytishingiz mumkin. Yoki yana bir uslubi bor buni. This pen deb ishlatib davom ettirsangiz bo'ladi. This pen is mine. Bu ruchka meniki degan ma'noda ketaveradi. Buni ham gapida niki degan so'zimiz bor. Bu esa egalik olmoshi bo'ladi. Egalik olmoshi kimniki degan so'roqqa javob bo'ladi. Bu ruchka meniki desa, savol beradi, kimniki? Ya'ni bu yoqda egalik olmoshi qatnashgan gap bo'ldi deb bemalol javob bersangiz bo'ladi. This pen is mine kabi ketaveradi. Bu ruchka meniki deya tarjima qilsangiz bo'ladi. Ana endi bir boshdan takrorlaymiz. Kishilik olmoshi bor edi. Kishilik olmoshiga men, sen, u, biz, siz, ular kirardi. Kishilik olmoshlari gapni egasi vazifasida kelardi. Misol oddiy gap gapirmoqchi bo'lsangiz, I am, misol uchun, 12 years old. Men 12 yoshman dedingiz. Bu yoqda gapimizda
kishilik olmoshi qatnashdi. Kishilik olmoshi qatnashdi. Ana endi misol uchun my brother is 12 years old. Misol uchun mening akam yoki mening ukam 12 yosh degan ma'noda ishlatdingiz. Bu yoqda endi ning ma'nosida kelganligi uchun, ning so'zi kelganligi uchun demak bu yoqda egalik sifati bo'lib keladi. Egalik sifati ma'nosida ishlatsangiz bo'ladi. Ana endi egalik olmoshini ko'rib ketamiz. Xo'p. Keling, z ma'nosini ishlatardik. Z is mine. Anavi meniki. Bundan oldin sizga savol berdik. Misol uchun whose book is Z? Anavi kitob kimniki deb savol berdik. Anavi kitob kimning kitobi deb savol berdik. Ana endi siz aytyapsiz Z is mine deb aytdingiz. Mana bu yoqda u, mana bu mine degan so'z de ma'nosida anavi mening kitobim bo'ladi degan ma'noda yashirib keldingiz va gapingizda niki degan so'z qatnashganligi uchun bu yoqda egalik olmoshi bo'ldi. Yana bir narsa, kishilik olmoshlari gapni ko'pincha boshida keladi, ega vazifasida. Egalik sifati esa mana bunaqa kabi gapni egasi bo'lib keladi, ya'ni egalik sifatidan so'ng har doim narsa keladi. Egalik sifatidan so'ng har doim narsa keladi. Ana endi bu yoqdagi kishilik egalik olmoshidan so'ng esa hech qanaqa narsa kelmaydi. E'tibor bering. Egalik olmoshidan so'ng hech qanaqa narsa ishlatib bo'lmaydi. Bu xatoga kiradi. O'shaning uchun buni ishlatish biroz, ya'ni bundan so'ng ot ishlatish biroz qo'polroq yoki qo'pol xatolarga kirib qolishi mumkin. Yana bir qarab olasiz. Mana shu tushuntirgan mavzuyimni PDF shaklini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol ko'rib o'rgansangiz bo'ladi.